Hayajonni yengishning eng samarali usullari bu praktika. Bo'ldi, mana ko'pchilik so'raydi. Hayajon bor, xavotir bor. Men aytaman, uni sehrli tabletkasi yo'q. U o'sha praktika amaliyotlar bilan yengib kelinadigan narsa. Eng zo'r yo'li o'zingizga 5-7 kun davomida prosta challenge qiling. Challenge qiling, har kuni 5-6 daqiqa ko'chada ko'rgan odamlar bilan gaplashaman deb. Yaxshimi, charchamayapsizmi? Bankomat qayerda pul yechib olishim kerak edi? Bozor bormi? Любой temada gaplashish kerak. Gaplashaversangiz, keyin odamlar bilan qo'rquv ham yo'qoladi. Primoy efirlarda mendan so'rashadi, men aytaman keyin. Siz gaplashavering, qo'rquv yo'qoladi. Sizni qo'rqishingizga, hayajonlanishingizga sabab bu o'sha ishni oldin qilmaganingizda, odamlar bilan ko'p gaplashmaganingizda, ko'p do'stlaringiz bo'lmagani uchun, ko'p gaplashmaganingiz uchun hayajon bo'ladi. Mana shunaqa challenge qilib, o'ziga o'sha 1 hafta 10 kun davomida kuniga 5-6 minut live nima qilsa bo'ladi. Challenge qilib, ko'rgan odam bilan gaplashib ketish. Mana shunaqa. Bundan tashqari yana bitta zo'r yo'li bor. Mana ko'pchilik tug'ilgan kunga, boshqa joylarga borsa hayajonlanadi. Mana shu joylarda bor. Bitta zo'r texnika bor. Buni men o'zim tushunib yetganman. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar, tug'ilgan kun, gap, to'y, boshqa joy. Erta boring. 7 ga deyilganmi, 10 kam 7 ga boring. Xullas, birinchi kelganlardan bo'lsangiz, o'shanda hayajon bo'lmaydi. Siz hayajonlanayotgan odamlarni ko'rasiz. Mana shunaqa yo'llari bor.